Dastlabki sabab. Biz tor darsxonasida nima o'rganamiz? Ko'rinma yuzininki oddiyligi, mashg'ulot suratining ravonligi, qural, tizimlik xos ko'znaklarininki qulayligi va boshqa iqtidorlari bilan xalqaro olqishga erishgan, video tahrirlash, biriktirish yumshoq detal bo'lgan Adobe Premiere Pro ni 0 seviyadan boshlab o'rganib chiqamiz. Bundan so'ng birinchi hukm yoki birinchi atalg'u film degan nima? Film deganimiz inglizcha atalg'u bo'lib, yezilish shakli ko'rayotganinglardek FILM ma shaklda bo'ldi. Izohati nurg'ulg'an parcha-parcha videolarninki ma'lum ideya asosida tizilib tamomlanishini ko'rsatadi. Ya'ni film deganimiz bu shaklda. Undan keyin video degan nima? Video deganimiz bu inglizcha atalg'u bo'lib, yezilish shakli bu shaklda. Izohati nurg'ulg'an klip, ya'ni clip deymiz. Kliplardan tarkib topgan va ularni montaj qilib vaqt o'qiga tizilgandan keyingi olti. Bundan keyingi klip deganimiz nima?